lekin biz kuzatayotganlar yaqindagi uzoqdagi musofirchiliklar. Mana bugungi kunda apalaskalarimiz, lesalarimiz, kamellarimiz va to'sinlarimiz chiqqan ekan. Avvalambor bu videoni ko'rishdan like va obuna tugmasini esingizdan chiqarsin. Qanunda like va obunani bosgansangiz biz boshladik. Assalomu alaykum. Mana biz videoni boshladik. Mana apalaskalarimiz bo'yi 30 sm dan 82 sm gacha bo'ladi. Bular fins panellar. Mana akalar, metr konteynerlarimiz va metr yangi list bor bularni. Latoylarga va bez latoy bo'lsalar ham bo'ladi. Shuga chidamlimi deganlar uchun mana bular apalaskalarimiz chidamli. Mana endi lesaga o'tsa, lesalarimiz 2 metrgacha bo'ladi. 1 metrligi narxi 550 mi, 2 metrliklari 750 mi, 700 minggacha chiqadi. Ko'tarib beringchi, qani og'ir emasmi? Mana aka og'ir emas. Yengil, bemalol ko'taraveradi. Bu necha pul dedingiz? 550 ming dedim, 1 metrliklari, 2 metrliklari 700 ming, 750 ming. Bular nimalar akalar? Bular to'sin aka. Mana to'sin bemalol o'z Eko Brus bemalol murojaat qilaverasizlar mana shu raqamga. O'zlari batafsil. Necha metrgacha bo'ladi? Necha metrgacha bo'ladi? 5 metrgacha bo'ladi. 6, 5, 4, 3, 1 metrgacha tushadi akalar. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar batafsil ma'lumot beradi. Mana bu yerda ikki kamelarimiz bor. Mana har xil rangdagilar. Akalar bemalol buyurtma beraverasizlar. Qayda raqamni qoldirib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like va obuna tugmasini esingizdan chiqmasin.